almashlab ekish tizimlarida asosiy takroriy va oraliq ekinlarda o'sha g'o'zani hosildorligiga va tuproq unumdorligiga ta'sirini o'rganib chiqdik va buni natijasida bugungi kunda o'sha takroriy ekin hisobiga bir yilda 2 marta don hosili olish, ya'ni bu takroriy ekinga soya yetishtirish bo'lsa, oraliq ekin sifatida bugungi kunda o'sha dunyo miqyosida jahon tajribasida keng qo'llanilayotgan sebarga va esparset ekinlarini oraliq ekin sifatida o'rgandik. Ushbu ekinlarni yetishtirish agrotexnologiyasi va uni o'sha g'o'zaga ta'siri bo'yicha o'rganganimizda natija shundayki, kuzgi bug'doydan keyin bizni respublikamiz quyoshli o'lka 150-180 kun ochiq kun bo'ladigan bo'lsa, ushbu vaqt mobaynida respublikamiz bugungi kunda mana 1 million 100 gektar atrofida kuzgi bug'doy yetishtirilgan bo'lsa, agar global iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi sharoitida agar 30%ni takroriy ekin ekish imkoni bor deb oladigan bo'lsak, yoki oraliq ekinlar 300 ming gektardan oshiqroq bo'ladi. Demak, bizda shu imkoniyat bor va ushbu takroriy ekin sifatida soya yetishtirish bir yilda 2 marta hosil olishga imkon beradigan bo'lsa, takroriy ekin soyani o'sha dukkaklash davridan boshlab qator orasini ishlab, unga o'sha qizil sebarga va esparset ekinlarini parvarishlanadi. Ya'ni kuzgi muddatda ekilganda qishi bilan birinchidan yashil makon, tuproq yuzasini yashillik bilan qoplanishi va bahorga chiqib bu ekinlardan 200 sentnergacha ko'k massa olishimiz mumkin. Undan tashqari ushbu ekinlarni tuproqda qoladigan ildiz qoldiqlari orqali tuproqni agrofizikaviy, agrokimyoviy mikrobiologik xossalarini oshirish imkoniyati bo'ladi. Undan tashqari bu respublikamiz sharoitida ushbu ekinlarning navlari, ya'ni esparset miltenskiy navi yaratilgan. Undan tashqari bu qizil sebargani esa o'zbekistonskiy 3 nav yaratilgan. Ushbu ekinlardan foydalanishimiz paxta hosildorligini 6-7 sentnergacha oshirib beradi. G'o'zani 6-7 sentner hosil oshishi bu rentablikni ham 12% ga oshiradi. Shu bilan birga undan olinadigan hosil, uni tola sifat ko'rsatkichlari, mikroneri, ip yurg'ichanlik koeffitsiyenti o'sha oziqa moddalar bilan bog'liq bo'lgani uchun bu ekinlar tuproqda ham erkin azotni o'zlashtirishi bilan boyitadi hamda g'o'zadan olinadigan sof daromad 10 million atrofida bo'lsa, bitta rotatsiyani o'zida ushbu ishlanmani ketma-ketligi qo'llanishi hisobiga yerdan foydalanish samaradorligi 30% gacha ortadi. Yiliga o'sha don hosildorligimiz 15-20% ga va umumiy daromad 20-21 million atrofida bitta rotatsiyada sof daromadni tashkil qiladi. Ushbu ekinlarni analoglari, ya'ni chet eldan bizga ko'p import bo'ladi. Agar buni urug'chiligi yo'lga qo'yilsa, import o'rnini ham bosadigan va o'sha xorijiy davlatlardagi dehqonchilikda qo'llaniladigan ekinlar bilan raqobat qiladigan holatga chiqarishimiz mumkin va buni ma'lum qismini dunyo bo'yicha talab yuqori ushbu ekinlarga dehqonchilikda, eroziyaga qarshi kurashishda, yaylovlar barpo etishda, chorvachilikda oziqa bazasini mustahkamlashda ushbu ekinlarning roli katta. Demak, bizda ham shu ekinlarni ekishimiz, maydonni kengaytirishimiz ham tuproq agroekologiyasini, ham ekinlar hosildorligini, ham o'sha iqtisodiy tomondan fermer yoki agroklaster dehqon xo'jaliklarini daromadini oshirish, shu bilan birga o'sha ekologik toza, sog'lom tuproqni biz ta'minlashimizga muhit yaratiladi. Ushbu tadqiqotlarimiz Jizzax viloyati O'tloqi bo'z tuproqlarida joriy qilingan. Buni natijasida kuzgi bug'doydan keyin ekilgan takroriy ekindan 22 sentner hosil olgan bo'lsak, bu 2 tonna 200 kilo don hosili. Bu degani kuzgi bug'doydan keyin soya ekish va soya qimmatli ekin. Dunyo bo'yicha 132 million tashkil qiladi maydoni, 5-o'rinda. Biz respublikamiz sharoitida 2 marta don hosil olish va buni ketma-ketlikda, ya'ni buni qator orasiga ishlov berish unaqa yuqori xarajat talab qilmaydi va uni ekinni kuzda o'sha ma'lum bir rivojlanish davriga kirgan holatda qishlashga kiritishimiz, ya'ni kuzda o'zida undirib olish, bu 2 yillik ekin hisoblanadi. Birinchi yili sust o'sadi, o'sha sust o'sish davri soya bilan birga kechadi. Lekin keyingi yilga borib rivojlanish tez bo'ladi. Ko'k massa hosili 200 sentner ko'k massa hosil bergan va buni o'sha ko'k massasi o'rib olingandan keyin
tuproqda uni ildizangiz qoldiqlari shu bilan birga ildizda o'sha tuganaklari orqali simbioz mikroorganizmlar bilan simbioz yashashi natijasida tuganak ya'ni ildizida azot to'playdi, biologik havoda erkin azotni o'zlashtiradi. Va shu bilan birga uni o'sha tuproqqa haydab yuborish natijasida paxtakor 3 navidan 8 sentnergacha qo'shimcha hosil olingan. Va bu o'sha iqtisodiy tomondan takroriy yoki oraliq ekin ekilmaganga nisbatan 8 sentner bu 1 gektardan. Agar 10 gektar yoki 100 gektarga ko'paytiradigan bo'lsak, bu raqamlar ancha katta bo'lib ketadi. Keyin iqtisodiy samaradorligi o'sha bir rotatsiya deyiladi. Ekinlarni bir marta aylanib kelishi, bu hamma ekinni hisoblaganda, misol uchun buni ko'k massasini yuqorida aytib o'tdik, 3 million atrofida bo'ladi yoki soyaniki 3 million hisob-kitob qilganda va g'o'zani hosildorligi qo'shimcha hosil hisobiga rentabelligi 10%, 12% gacha oshadigan bo'lsa, olinadigan sof daromad o'sha bitta rotatsiya davomida bu ham o'sha 20 million atrofida. Bu 1 gektarga hisob-kitob qilingan. Agar fermer aytaylik 20 gektar yoki 50 gektar g'o'za parvarishlaydigan bo'lsa, buni o'sha gektarga nima qiladigan bo'lsak, ancha serdaromad va ishlab chiqaruvchi uchun ham, fermer agroklaster uchun ham bu ancha katta raqam kelib chiqadi.